Bolam, mana bu go'sht kim qarayotgan ekan? Necha pul ekan? Menga qara, choyxona mendan deyapman-ku. Beftekdaman. Amaki bu Menga go'shtlarni qara. Qaraver bu yoqqa. hozir ko'rib turing. Aka, sizga chiroyli joylarda olib qo'yganmi? Gap yo'q. Shuni berasan. Shashlikka tayyor marinovat qilingani bor-ku, undan ham berasan. Bir 20 kishiga. Menga qara, o'zi 200 gram oladimi yo'qmi? Davay menga qara, tezlashtir, bolalar kutyapti choyxonada. Bolam, uydagilar ovqat qilishni kutib turuvdi. Meni qo'yib yuborsang bo'larmidi deb aytdim. Amaki, ozgina sabr qilib turing. Xo'ja akamni ketkizib yuboring, chiroyli joylardan qilib beraman sizga. Hoji aka, chiroyli qilib ber. Oybek bundoq qarab, Nima beysiga? kameradan ko'rib kelman. Nima sen odam ajrataysan? Hozir qo'yib yuboraman beysiga. U qassoblarning ustozi bo'ladi. Meni ham ustozim bo'ladi. Seni ham ustozing bo'ladi. Qoch o'zim qarayman. Assalomu alaykum ustoz. Uzr kuttirib qo'ydik sizni. Siz qassobchilik qilayotgan paytingizda biz yosh bola edik. Beftik brendi ostida go'sht do'konlarimiz sonini 4 ta yetkazdik. Mana go'sht do'konimizda xohlagan narsangizni tanlang ustoz. Siz meni tanimaysiz, lekin biz sizni ko'rib katta bo'lganmiz. Bo'sh vaqtingiz bo'lsa, kelib mana navara shogirdlaringizga ham dars berib keting. Xursand bo'lardik. Ha, barakat top bolam. Rizqingdan barakat topgan ya. Ha, mayli bo'l, chiqib o'tirmagan bolam. Assalomu alaykum. Ha, rahmat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Siz ishlar xizmat bizga. Usta mashina ham shu yaxshi yurmayapti-da bir. Oz keldi. Och uchani yoqib qo'yaman aka. Ozgina kutib turing. Turishni olib kel. Ha, nima bo'lgan ekan hozir? Ha, qulub. Arzimagan narsa, birpasda bo'ladi. Yazbet. Bo'ldi, o'tir. Bo'ldimi? Bo'ldi. Nima bo'ldi? Bo'ldimi? Tayyormi? Ha, bo'ldi. Akani chaqirib kel, bor. Hop. Akamiz tayyor. Bo'ldimi? Mashina zo'r oldi, xudo xolasa. Zapchastlarni yangilab qo'ydim. Umid, navbat qil. Alloh rozi bo'lsin, Alloh rozi bo'lsin. Usta necha pul oldi endi xizmat? O'zi ishlarasa ko'p bo'ldi. Ramazon kunlari aka 200 ming so'm bersangiz yetadi. 200 ming? Mana aka, sizlar halol kasb egalarsizlar aka, Alloh rozi Bitta. bo'lsin. Mayli aka, yaxshi boring. 200 ming deganingda sezib qolay dedi o'zi ham. Qaydansizlarda bu do'ppi. Qarashini ko'rdingmi? Qo'rqib ketdim qarashini. Ashton yo'g'i o'tmagan bu mashina. Yo'q, hijolat bo'lmadi. Yo, tuzatib oldim. 200 ming so'm berasiz dedi. O'zi Ramazon kunida dedi, 200 ming berib yubordim. Bilaman 40 ming so'mligini. Endi pulga zoriq turgan odamdir-da. Sadaqa kimgadir berishim kerak edi. Qo'yaver. Nasib qilsa. Bo'pti-da, hijolatga tuzatib oldim. Sog' bo'l. Alo. Bu yerga tez yetib kel kasalxonaga. Nima? Tez yordamdami? Ha. Nima bo'ldi qizimga? Tiqilib qolibdi tomog'iga. Nima tiqiladi? Nimadir yeb qo'ygan shekilli. O'zingni kasbingda hiylangni bilib qilayotgan bo'lsang, sen ummat bassansan. Qanday odamsiz siz? Dunyodagi eng pastkash, eng razil odam siz bo'lasiz. Har kasblarda nimaga xiyonat ko'payib ketdi? Sabab xiyonatkorlarning do'zaxga tushishini biz unutib qo'ydik akalar.